Skuterlar uchun akkumulyator 5 yildan 7 yilgacha xizmat qilib beradigan, to'liq zaryadi bilan 90 km dan 120 km/gacha yurib beradigan, eng muhimi har qanday sharoitda, har qanday turdagi skuterga bemalol mos keladigan universal akkumulyatorimiz haqida gaplashamiz. Bu akkumulyatorimiz litiy jeleza fosfat temir fosfatli akkumulyator hisoblanib, ko'p yillik akkumulyator hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatda dasturimiz mavjud, kelishini holatda yetkazib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva shahrida joylashgan. Skuterlar uchun akkumulyator 5 yildan 7 yilgacha xizmat qilib beradigan, to'liq zaryadi bilan 90 km dan 120 km/gacha yurib beradigan, eng muhimi har qanday sharoitda, har qanday turdagi skuterga bemalol mos keladigan universal akkumulyatorimiz haqida gaplashamiz. Bu akkumulyatorimiz litiy jeleza fosfat temir fosfatli akkumulyator hisoblanib, ko'p yillik akkumulyator hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatda dasturimiz mavjud, kelishini holatda yetkazib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva shahrida joylashgan. Skuterlar uchun akkumulyator 5 yildan 7 yilgacha xizmat qilib beradigan, to'liq zaryadi bilan 90 km dan 120 km/gacha yurib beradigan, eng muhimi har qanday sharoitda, har qanday turdagi skuterga bemalol mos keladigan universal akkumulyatorimiz haqida gaplashamiz. Bu akkumulyatorimiz litiy jeleza fosfat temir fosfatli akkumulyator hisoblanib, ko'p yillik akkumulyator hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatda dasturimiz mavjud, kelishini holatda yetkazib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva shahrida joylashgan.